islom moliyasi deganda birinchi o'rinda pul olish deb keladi xayolga. Xayriy ehsonga, sadaqaga, zakotga, sadaqa berish bilan shug'ullanadigan tizim emas. Biznes egasi misol uchun. Unga birinchi aytadigan narsangiz yoki birinchi tushuntiradigan narsangiz o'zi nima bo'ladi? Islom moliyasini an'anaviy moliyadan farqlanib tushuntirishdan boshlaymiz. Hozir deylik, ko'pchilikni boshqalaganda bo'lib, xuddi shunaqa edi. Tabiiy odamga yoqadi. Avvalambor assalomu alaykum. Bu podkastimizni Xudo xolisa boshlab oldik. Bu podkastimizning asosiy maqsadi islom moliyasi bo'yicha biznes egalariga islom moliyasi to'g'ri yetkazish. Ya'ni bu podkast kimlar ko'rish kerak? Bu podkastni biznes egalari, islom moliyasi tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun ko'rishda manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Xudo xolisa bu podkastimizning bugungi mehmoni Al-Muomalat brendi asoschisi va hozirgi kundagi rahbari Tursunov Iskandarga bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Tashkil olasizmi aka? Xo'p, yaxshi. O'z haqida qisqacha gapirib bergan bo'lsangiz. Avvalambor rahmat taklif uchun. To'g'ri, shu kecha kunduzda umuman islom moliyasi va moliyaviy savodxonlik masalasi dolzarb mavzu. Al-Muomalat konsaltingga to'xtaladigan bo'lsak, Al-Muomalat konsaltingi so'nggi 2 yildan beri O'zbekistonda va Markaziy Osiyo davlatlari uchun islom moliyasi xizmatlarini ko'rsatib kelayotgan professional tashkilot hisoblanadi. Shu kecha kunduzda Al-Muomalat konsaltingi O'zbekistonda bir nechta banklar bilan hamkorlikda islom banklarchalarini ochish, xususan to'liq islom bankni joriy qilish hamda bir nechta islomiy moliya va islomiy sug'urta faoliyatini amalga oshirmoqchi bo'lgan tashkilotlar bilan ishlab kelayotgan konsalting tashkiloti hisoblanamiz. Jamoamizda 15 ga yaqin mahalliy va xorijlik islom moliyasi ekspertlari, mutaxassislar, olimlar bor. Ushbu kuchli jamoamizning yana ustunligi biri mahalliy ekspertlarimizning ichida islom moliyasi sohasida, islomiy bank sohasida, takafful sohasida ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mahalliy ekspertlarimiz borligi bizning yanada sifatli va amaliyotga mos bo'lgan xizmatlar ko'rsatishimizni ta'minlab kelmoqda. Judayam yaxshi. Iskandar aka, qarang, bugungi podkastimizni shunaqangi o'tkazaylik-ku, imkon qadar bu islom moliyasi odamlar uchun qiyin bo'lmasin, yengillik tarafini ko'rsatdik. Ya'ni qiyin so'zlar bilan emas, yengil taraflama islom odamlarga yetkazib beradi xudo xolisa. Bu yerda juda ham ko'p nyuanslar bor. Ya'ni odamlarda noto'g'ri tushuncha shakllanib qolgan yoki yetarlicha bilim islom moliyasi tarafidan yetishmovchilik bo'lgani uchun har xil noto'g'ri gipoteza shakllanib qolyapti. Shuning uchun ham bu podkastimizda bu narsalarni yechim berib o'tasiz deb xudo xolisa. Albatta, inshaalloh. Iskandar aka, qarang, birinchi savolim, men o'zim shaxsan islom moliyasi deganda birinchi o'rinda pul olish deb keladi xayolga, foizsiz pul olish xayol keladi. Bu to'g'ri narsami yoki uni talqini boshqacharoqmi? Islom moliyasining o'zi. Lekin hamma odamga to'g'ri holatda foizsiz pul olish degan narsa keladi. Birinchi navbatda e'tibor berishimiz kerak va o'rganishimiz zarur bo'lgan narsa biz moliyaviy savodxonligimizni oshirishimiz kerak. Ya'ni bu yerda noto'g'ri tushunchadan ham ko'ra umuman islom moliyasi to'g'risida savodxonlik yoki bo'lmasa bu ilmni yetkazib berishdagi targ'ibot tashviqotlarning kamligi. Endi islom moliyasi deganda nima uchun aynan foizsiz yoki ribosiz pul deb tushunishimiz bu islom moliyasining kategoriyalari, ya'ni uning qanaqa bosqichlardan iborat ekanligini ko'p bilmasligimizda. Islom moliyasi ham tijoriy tomonlama mavjud, ham islom moliyasining ijtimoiy ahamiyati bor. Ijtimoiy ahamiyatiga molik bo'lgan islomiy moliya instrumentlari to'g'ri bu ko'proq xayriy ehsonga, sadaqaga, zakotga yoki bo'lmasa boshqa bir beg'araz yordamlarga asoslangan moliyaviy instrumentlar bo'lgani bois bu yerda to'g'ri tabiiyki o'sha ribosiz yoki bo'lmasa foizsiz pul degan tushunchalar keladi. Lekin islom moliyasi faqat xayriy ehson yoki bo'lmasa qanaqadir shunaqa bir sadaqa berish bilan shug'ullanadigan tizim emas. Islom moliyasi moliyaviy tizim, ya'ni tijorat tizimini o'zida aks etgan boshqa bir moliyaviy muqobil instrument ham hisoblanadi. Shuning uchun bizni eshitib turgan yoki umuman kelajakda islom moliyasiga ishi tushadigan insonlar shuni farqlab borish kerakki, islom moliyasi bu foizsiz pul emas. Balki islom moliyasi o'sha riboga asoslanmagan, lekin o'sha o'rtada muqaddas bo'lgan kelishuvlar, ahdnomalarga asoslanadigan, risklarni adolatni bo'lishga, shartnomalarning va boshqa majburiyatlarning
ikki tomonlama o'zaro ishonch asosida va qat'iyat asosida ta'minlanishi asosida yaratiladigan moliyaviy instrument hisoblanadi. Ya'ni bu yerda o'rganishimiz kerak va e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan jihatlar bor. Bosqichlar ko'p ekan, shu bosqichga qarab turib odam anglab olish kerak bo'ladi. Albatta, islom moliyasiga siz o'sha murojaat qilishingizdan oldin siz nima maqsadda islom moliyasidan foydalanmoqchisiz, mana shu narsani o'zingiz oldin aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'zi uchun. Albatta. Qarang, mana islom moliyasi bo'yicha hozir gapirishmoqmiz. Iskandar aka, misol uchun men qisman bo'lsa ma'lumotga egaman. Siz oldingizga islom moliyasi bo'yicha umuman ma'lumotga ega bo'lmagan odam keldi, biznes egasi misol uchun. Unga birinchi aytadigan narsangiz yoki birinchi tushuntiradigan narsangiz o'zi nima bo'ladi? Ya'ni nimadan boshlaysiz islom moliyasidan umuman xabari yo'q bo'lgan odamga? Umuman islom moliyasidan umuman xabari yo'q bo'lgan odamga tabiiyki birinchi navbatda islom moliyasi o'zi nimaligini tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Islom moliyasining fundamental asoslari nimadan iborat ekanligi, islom moliyasidagi o'sha moliyalashtirish bosqichiga o'tguncha u bilishi kerak bo'lgan narsalar bor. Ya'ni islom moliyasining fundamental asoslari nima? Umuman islom moliyasi mavjud moliya tizimidan farqi nimada? Mana shu farqini birinchi tushuntirishimiz kerak. Aslida islom moliyasi bu ham bir moliyaviy tizim. Lekin u mavjud islom moliyasi va islom huquqiga asoslangan qonun qoidalar asosida ishlaydi. Ya'ni islom moliyasida ruxsat berilgan va ruxsat berilmagan faoliyat turlari mavjud. Mana shu faoliyat turlarini aniq bilib olsa va islom moliyasi qaysi huquqlar yoki bo'lmasa qonunlar asosida ishlashini ularga biz yetkaza olsak, tushuntira olsak, an'anaviy moliya bilan islomiy moliya o'rtasidagi farqni yoki tafovutni yoki o'zi kutayotgan tushunchalarning qanchalik to'g'ri yoki to'g'ri kelmasligini bilib olishadi. Birinchi bosqich islom moliyasining an'anaviy moliyadan farqlarini tushuntirishdan boshlaymiz. Tushunarli. Bitta so'z bilan tushuntiradigan bo'lsak, an'anaviy moliya bilan ikkinchi ikkita toifa moliyaning farqi nimada? Bitta so'z bilan aytadigan bo'lsangiz agar qisqa qilib. Eng asosiy farqlar. Pulga bo'lgan munosabat. Pulga bo'lgan munosabat. An'anaviy moliyada xohlaymizmi, xohlamaymizmi, asosi puldan pul topish, ya'ni pul berib foyda ko'rish asosiga agar qurilgan bo'lsa, islom moliyasida pul orqali savdo, ijara, sherikchilik, xizmat ko'rsatishni bog'lagan holda mana shu munosabatlarda manfaat ko'rish yotadi. Ya'ni lekin o'rtadagi asosiy narsa bu pul munosabatlari. Faqat undan qanaqa foydalanish? Qarang, misol uchun oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, misol uchun agar men biror bir biznes boshlamoqchi bo'lsam, bankka boraman, bankdan foizli kredit olaman. Bu hammaga ayon. Islom bankiga agar xudo xolasa O'zbekiston sharoitida bu qadam-qadam rivojlanadigan bo'lsa, islom bankida bu qanaqa bo'ladi? Men ya'ni o'zimni biznes ideyam bilan boradigan bo'lsam, ulardan vakolat qanchadir muddatga summa olamanmi bitta? Umuman o'zi bu yerda yana bitta narsa aniqlik kiritib ketishimiz kerak bo'ladi. Islom moliyasining jamiyatga yoki davlatimizga, tizimga kirib kelishi mavjud an'anaviy moliya tizimiga qarshi turish emas. Balki u tanlov berish, imkoniyatlar berish, moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlash uchun joriy qilinayotgan bir qo'shimcha moliyaviy tizim. Endi an'anaviy moliya banklariga yoki an'anaviy moliya tizimidan borib foydalanmaydigan yoki bo'lmasa ularga murojaat qilmaydigan insonlar islomiy bankka borganda ular bankdan menga pul kerak deb pul so'ramaydi. Aksincha, o'zining ehtiyojini oldindan bilib borgani uchun nima maqsadda unga moliyalashtirish kerakligini bankka aytadi. Mabodo unga qanaqadir mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, demak unga boshqa bir islom moliyasi shartnomasi, instrumenti unga ishlatiladi bank tomonidan. Yoki uskuna olmoqchi bo'lsa, demak bu uskunadan agar ijara maqsadida foydalanmoqchi bo'lsa, bank mana shu uskunani ijara shartnomasi asosida unga moliyalashtirib beradi. Agar u qanaqadir biznes loyihaga kirayotgan bo'lsa, unga sherik, hamkor kerak bo'ladigan bo'lsa, shu maqsadda bankka murojaat qiladi. Ya'ni o'zining ehtiyoji va o'zi nima xohlayotganini bilgan holda islomiy bankka borib murojaat qilish kerak. Ya'ni pul so'rash maqsadida emas, o'zimning ehtiyojimni hozir men
nimadir sotib olmoqchimanmi yoki ijaraga olmoqchimanmi yoki sherikchilik xohlayapmanmi yoki qanaqadir xizmat xohlayapmanmi, mana shuni aniq qilib Islomiy bankka uchrashish kerak bo'ladi. Tushunarli. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun, agar men bu kompyuter olmoqchi bo'lsam, bu kompyuter agar bankka boradigan bo'lsam, bank pul olib uni sotib olaman bemalol. Bank orqali. Islom moliyasi taraflama, Islom banki buni menga olib beradi. Xuddi shunaqa. Oddiy qilib tushuntiradigan. Agar oddiy qilib qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu demak savdo munosabati ketyapti. Savdo munosabatida eng ko'p ishlatiladigan shartnomalardan bu murobaha. Demak, bankka borib mijoz murojaat qiladi. O'zi xohlagan demak o'sha mayli kompyuter bo'ladigan bo'lsa, kompyuterni o'sha brendini, boshqa klassifikatsiyalarni, xususiyatlarini aytgan holda shu kompyuter olmoqchiligini bildiradi. Bildirgandan keyin bank mana shu kompyuterni mijoz ko'rsatgan joydan yoki tavsiya qilgan joydan yoki o'zi xohlagan joydan sotib olib, uning ustiga ustama qo'ygan holda mijoz bilan to'g'ri oldindan kelishgan, bu shartlar kelishgan holda keyin mijozga uni bo'lib to'lash bilan ustamaga sotadi. Ya'ni bu yerda mijozning qo'liga to'g'ridan-to'g'ri naqd pul bermaydi. Mijoz bilan moliyaviy munosabatga, muomalaga kirishgan holda tijoratdan yoki munosabatlaridan foyda olgan maqsadda bank va mijoz o'rtasida iqtisodiy moliyaviy munosabat o'rnatiladi. Mudoraba shartnomasi bo'yicha, misol biznes egalari o'rtasida, misol biznes bo'yicha sherikchiligi ham bu yerda aniq qilinadi, misol banklar orqali. Qarang, endi bu yerda shartnomalar turli-tuman. Hozir biz murobaha haqida gapirdik. Endi mudoraba umuman boshqa mavzu, boshqa yo'nalish. Odatda banklar mudoraba bo'yicha moliyalashtirishmaydi. Chunki mudoraba bu sherikchilik. Ya'ni bu yerda kimdir sarmoya bilan ishga kiradi, qarshi tomon esa, ya'ni hamkor tomon o'zini mehnati bilan, tajribasi bilan, salohiyati bilan o'rtada sherikchilikni amalga oshirishadi. Bu sherikchilik mudoraba shartnomasi deyiladi. Odatda nima uchun banklar bu narsaga kirmaydi degan boisi, bu sherikchilikda har ikki tomon nima ish qilmoqchi bo'lganligini aniqlab olish kerak bo'ladi. O'rtada ishonch asosida bo'lgani bois, bu ko'pincha bank uchun moliyalashtirishni amaliyot etayotgan tashkilot uchun katta risk, xavf-xatarni beradi. Banklar esa omonatchilardan olgan mablag'lar, aksiyadorlarning ulushi bilan bu demak bank faoliyatini amalga oshirish uchun ko'p hollarda katta riskli munosabatlarga kirmaydi. Shuning uchun agar banklarning portfeliga e'tibor beradigan bo'lsangiz, islomiy banklarning portfeliga odatda u yerda savdoga asoslangan murobaha yoki bo'lmasa ijaraga asoslangan o'sha uskunalarni olib ijaraga beradigan ijara shartnomalari mavjud. Tushunarli. Demak, bu hozir juda ham ko'p odamlar fikrida, xayolida bor. Islom banklari ochiladigan bo'lsa, nima muammoim bo'lsa borsam, pul so'rasam yoki o'zi ehtiyojim qilsam, yengil, tez, oson bitadi deb o'ylashyapti. Demak, bu hamma o'ylaganchalik oson bitadigan narsa emas ekan. Ya'ni to'g'ri ma'noda yetkazib bera olishligi kerak ekan. Tushunishim bo'yicha. Albatta, an'anaviy moliya tizimida, an'anaviy banklarda mijoz borib mablag' so'raganda yoki moliyalashtirish so'raganda qanaqa talablar qo'yilsa, garov ta'minoti bo'ladi yoki bo'lmasa mijozning to'lov qobiliyati tekshiriladi, uning ish haqi tekshirilishi mumkin yoki bo'lmasa boshqa to'lovni amalga oshirilish tarixi ko'rib chiqilgandan keyin o'sha pul beriladigan bo'lsa, islomiy moliyada ham xuddi shu jarayonlar amalga oshiriladi. Faqat boya yuqorida aytib o'tganimizdek, bu yerda barcha amalga oshirilayotgan ketma-ketliklar islom moliyasi, islom huquqiga asoslangan bo'lishi kerak. Masalan, siz taqiqlangan narsalarga moliyalashni so'ray olmaysiz. Aynan islom moliyasida mumkin bo'lmagan faoliyatlarni amalga oshira olmaysiz. Mana shu masalalarda siz murojaat qilib, undan menga mana shuni moliyalashtirib ber deya olmaysiz. Boshqa jarayonlar, proseslar deyarli bir xil bo'ladi, o'zgarmaydi. Bir xil o'sha xuddi an'anaviy bilan bosqichma-bosqich ketadi. Albatta. Hozirgi O'zbekiston holatida islom moliyasi bo'yicha, banklari bo'yicha qanchalik darajaga hozir yetib keldikki, ya'ni necha yillardan keyin bu narsani real hayotda biz o'zimiz realizatsiya qilinishi mumkin O'zbekiston bozorida bu narsa. Endi ayni paytda O'zbekistonda islomiy banklar mavjud emas. Chunki huquqiy asos endi shakllanib, demak, taklif qilinyapti. Xabaringiz bor, kuni kecha o'sha 5 fevral kuni Senat tomonidan islomiy bank faoliyatini amalga oshirish uchun banklarga ruxsat beriladigan qonun ma'qullandi. Lekin ayni paytda qonun davlat rahbari tomonidan imzolanmagan.
lekin tijorat banklari tomonidan, davlat banklari, xususiy banklar tomonidan islomiy bank faoliyatini amalga oshirish uchun, ertaga o'sha Markaziy bankdan litsenziya olish uchun barcha tayyorgarliklar amalga oshirib borilyapti. Demak, bu yil aytishimiz mumkinki, islomiy banklarning ochilish va litsenziya olish, tayyorgarlik ko'rish bosqichi bo'lib o'tadi. 2027-yillarda bu o'sha aktiv fazaga o'tib, moliyalashtirishlar, o'sha islomiy banklarning bozorda aktiv ishtirokining yanada kuchayishini, jadallashadigan davrga o'tadi. Juda ham yaxshi. Iskandar aka, qarang, mana bunaqa savolimiz bor. Islom banklari yuqorida aytib o'tdingiz-ku, jadallashib rivojlanib boradi. Bu jadallashib rivojlanib borishi hozirgi O'zbekiston bozorida nasiya savdo orqali savdo qiladigan biznes turlari bor, biznes modellari bor. Shaxsan o'zimizda ham mijozlarimizda bor. 90% holatdagi savdo ulushi, ya'ni nasiya savdodan keladi. Bu narsa ertaga xudo xolasa islom banklari agar O'zbekistonda rivojlanadigan bo'lsa, bu biznes modellarga qanchalik ta'sir o'tkazadi? Ya'ni bu biznes kengayishiga sabab bo'ladimi yoki bo'lmasa biznesga qaysidir ma'noda raqobatchi bo'lib qoladi bu narsa? Islomiy banklarning bozorga kirib kelishi va ularning aktiv xizmat ko'rsatishi tabiiyki nasiya savdo, o'sha murobaha yoki bay muajjal deymiz. Bu savdolarning ham aholiga taklif qilish natijasida bozorda sog'lom raqobat vujudga keladi. Hozir ustamalar ma'lum bir foizda bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir darajada o'rtada bozorga boshqa ishtirokchi kelib qo'shilgandan keyin tabiiyki raqobat evaziga o'sha ustamalar mo'tadillashadi yoki bo'lmasa ma'lum bir yaxshi bir darajada kamayadi. Endi tabiiyki bu bir tipdagi, ya'ni moliyaviy xizmatning ko'rsatilishi ko'paygandan keyin o'sha bu xizmatni ko'rsatayotgan xoh tadbirkor bo'lsin, xoh banklarda bo'lsin, boshqa yangi mahsulotlarni taklif qilishga majbur qiladi. Chunki hamma bir xil mahsulotni bozorga taklif qilaversa, ertaga bu bozor to'yinadi. Shuning uchun tabiiyki bu yerda yangi mahsulotlar, yangi islomiy mahsulotlar, xizmatlarning bozorga kirib kelishi uchun yaxshi bir muhit yaratadi bu. Juda ham yaxshi. Qarang, Iskandar aka, bu kompaniyalar hozir o'tganingizdan keyin bu sog'lom raqobat bo'lyapti, sog'lom raqobat bo'ladi dedingiz, lekin ishlab chiqaruvchilar bor, yoki o'sha kompaniyalar, nasiya savdo orqali savdo qilgan kompaniyalar islom banklari bilan hamkorlik qilsa bo'ladimi? Ya'ni faqat iste'molchi bilan emas, ya'ni biznesda aytganda B2B segment bilan ham, ya'ni islom banklari hamkorlik yo'lga qo'yadimi? Albatta, chunki o'sha tadbirkorlik biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar nimadir sotib olishi mumkin bo'ladi. yoki bo'lmasa haqiqatdan o'zini o'sha to'lov qobiliyatiga ega, ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan katta yirik tadbirkor kompaniyalar bo'ladigan bo'lsa, banklar bilan bevosita mudoraba yoki musharaka, sherikchilik asosidagi moliyalashtirishni olib biznesni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa katta bir ofislarni, yoki bo'lmasa o'sha savdo maydonlarini, savdo shoxobchalarini banklardan moliyalashtirish orqali ijaraga olib, o'zlarining bizneslarini yuritish mumkin. Juda ham yaxshi. Demak, kengayish ham nisbatan kompaniyalarga ancha yengillik tug'dirar ekan. Bu yengil olib keladi ekan. Bozorda chunki diversifikatsiyalangan islomiy moliya yoki bo'lmasa moliya instrumentlarning kirib kelishi ularda tanlov imkoniyatini yoki bo'lmasa shu kungacha amalga oshirilmayotgan imkoniyatlarni, demak, ro'yobga chiqarishiga sabab bo'ladi. Juda ham yaxshi. Hozir O'zbekistonda bilasiz, startap loyihalari juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni kundan kunga yangi startap chiqyapti. Bitta tavsiya so'raydim sizdan. Yangi biznes boshlayotgan odam islom moliyasi bo'yicha eng minimal darajada qanaqa bilimlarga ega bo'lishi kerak? Ya'ni misol uchun men o'zim shaxsiy biznesimni boshlayapman. Minimal darajada talab etiladigan islom moliyasi taraflama qanaqa bilimlarga ega bo'lishim kerak? Birinchi navbatda islom moliyasining mohiyatini, fundamental asoslarini o'rganish kerak. Islom moliyasi o'zi nima? Nimalar mumkin va nimalar mumkin emasligi. Tabiiyki doim bir ish boshlaganda ko'pincha sherikchilik asosida ishlar boshlanadi. Xoh startap loyihasi bo'lsin yoki bir boshqa ishlar bo'lsin, demak bu yerda ertaga shu ishni boshlayotganlar o'rtasida kelishmovchiliklar, nizolar yoki har xil holatlar vujudga kelmasligi uchun ular bevosita sherikchilikka oid bo'lgan islom moliyasi shartnomalari va ularning shartlari bilan yaqindan tanishish kerak bo'ladi. Bu shartnomalar masalan o'sha mudoraba shartnomalari, mudoraba yoki musharaka shartnomalari va ularning xalqaro tashkilotlar, moliya institutlari tomonidan ishlab chiqilgan standartlar bor. Mana Bahraynda joylashgan IOF tashkilotining aynan shu shartnomalarning mohiyatini ochib beradigan standartlar bor. Mana shu standartlardan yaqindan tanishib, o'rganib, kelgusida mana shu startap loyihalarining
o'rtada hech qanaqa bir nizolarsiz yoki tushunmovchilarsiz to'g'ri ishlab ketish uchun bu ilmlarni o'rganish kerak. Aks holda bu islom moliyasiga zid holatlar bo'lib qolishi mumkin. O'rtada tushunmovchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Eng yomoni nomda islomiy bo'lib, amalda mohiyatan islom moliyasiga talabiga javob bermaydigan loyihalar bo'lib qolishi mumkin. Tushunarli. Demak, umumiy yakun emas, ya'ni umumiy mazmuni birinchi navbatda qarz munosabati bo'yicha, ya'ni sherikchilik munosabati bo'yicha bilimlarga minimal darajada ega bo'lish kerak. Muzoraba shartnomasida bilamiz, investor bo'ladi va biznes egasi bo'ladi. Mudoraba shartnomasida. Bu yoqda taqsimot qanaqa bo'ladi? O'zi anaqa bo'yicha nima bo'ladi? Islom moliyasi taraflari bo'yicha. O'zi har bir shartnomani alohida tushuntirib chiqish, ya'ni uning muhim mohiyatlarini o'sha eshituvchilarga islom moliyasiga ishtiyoqmand bo'lganlarga tushuntirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin hozir endi qisqaroq agar aytadigan bo'lsak, muzoraba shartnomasi bu demak sarmoyador, ya'ni sarmoya egasi, ya'ni uning biznes qilish uchun, tadbirkorlik qilish uchun yetarlicha salohiyati yoki bo'lmasa vaqti yo'q. Endi u ayni tadbirkorlik imkoniyatiga ega bo'lgan, qilish imkoniyatiga, shunda tajribasi bor, ilmi bor, salohiyati bor, ishbilarmon odamni yollagan holda demak o'zining sarmoyasini unga beradi. Va tabiiyki kelishilgan holda qaysi ishga, qaysi biznesga yo'naltirishda oldindan kelishib olishadi. Bu narsa islom moliyasiga muvofiq ruxsat etilgan biznes bo'lishi kerak. Endi foyda taqsimoti oldindan kelishiladi. Bu yerda foyda taqsimoti har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Sarmoya beruvchi tomonidan ko'proq bo'lishi mumkin, mudoribda kamroq bo'lishi mumkin. Bu masalan 70 ga 30 yoki 60 ga 40 yoki 50 ga 50. Aniq standart yo'q, kelishuv asosida bo'ladi. Aniq standart yo'q. Balki shunaqa holat bo'ladiki, mudorib juda ko'p mehnat qiladi, ish qiladi, tadbirkorlik faoliyatidan foydalanib ancha mehnat ter to'kadi. Shuning uchun Rabbul mol aytishi mumkinki, sarmoyador egasi menga 40, sizga 60 yoki menga 30, sizga 70 degan kelishuvlar ham bo'lishi mumkin. Lekin zarar bo'ladigan bo'lsa, o'sha mudorib, ya'ni ishni boshqaruvchi tomonidan agar qasddan yoki atay biron bir xato kamchiliklarga yo'l qo'yilmay turib, tabiiy ravishda kutilmagan zararlar bo'ladigan bo'lsa, unda barcha zarar o'sha sarmoya bergan kishi zimmasida bo'ladi. Ya'ni u oladi. Mudoribdan talab qilmaydi. Sen sherik bo'lasan zararga degan bunaqa adolatsiz talablar qo'yilmaydi. Chunki u shundoq ham sarflagan mehnatiga, vaqtiga yoki bo'lmasa boshqa bir o'sha xatti-harakatlariga kuyadi. Chunki haq olmaydi-ku zarar bo'lgani uchun. Demak, tushunishim bo'yicha ma'lum bir sababga ko'ra biznes rivojlanmay qolsa, zararga investor pul tarafini kuyadi, biznes egasi, ya'ni qilgan mehnati uchun, vaqti uchun. Qarang, al-muomalat konsalting firmangizda eng ko'p biznes egalari uchraydigan muammolar qanaqa? Ya'ni qaysi muammo bo'yicha sizga ko'p kelishadi? Eng ko'p agar tadbirkorlar tomonidan e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda sherikchilik masalalari. Chunki islom moliyasi bo'yicha sherikchilik qilamiz, biznes qilamiz degan bilan, ya'ni ish bu yerda tushunarli bo'lib qolmaydi. Har ikki tomon yoki o'zaro sherikchilik qilmoqchi bo'lgan insonlar avvalambor islom moliyasining mohiyatini, sherikchilikning mas'uliyatini his qila olish kerak. Biznesga sherik bo'lib kira oldimi, uning foyda va zararini ko'tara olishlari kerak. Odatda nima bo'ladi? Men sen bilan bir biznes uchun sherikman deb sarmoya beradi, pul beradi. Kutilmaganda biznes zararga uchrasa yoki kutilmagan natijani bermasa, sarmoya bergan odam, "Yo'q, men senga buni sherikchilik uchun emas, qarz uchun bergandim. Sen menga butun bergan va sen o'sha biznesga tikkan pulimni qaytarib ber" degan vajlar bilan o'rtada kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Shuning uchun bunaqa sherikchilikka kirayotgan insonlar birinchi navbatda o'sha qadriyatlariga mustahkam turishlari kerak. Sherikchilikning mas'uliyatini his qilish kerak va buning ilmini o'rganish kerak. Boya aytganimizdek, albatta buning o'sha belgilangan standartlarni o'rganish kerak. Bilmaydigan bo'lsa, maxsus o'sha islom moliyasi ekspertlariga, mutaxassislarga uchrashgan holda buni ilmini olish kerak va foyda va zararni adolatli bir-bir demak qabul qila olish kerak bo'ladi. Ana o'shanda mana shu narsa hozir bo'lmaganligi uchun bizga murojaat qiladigan tadbirkorlar o'rtasida o'zlarining holatini
bildirgan holda shunaqa holatda endi nima bo'ladi, shunaqa tushunmovchilik bo'lyapti, aslida biz mana bunaqa kelishgandik degan holatlar bor. Ya'ni qo'pol xato shu yerdaki, o'rtada yozma kelishuv yo'q. Og'zaki kelishgan, og'zaki va'da bergan, og'zaki sheriklikni tan olishgan, lekin yozma mana shu sherikchilik, foyda zararlarning kelishilgan tartibda ko'tarishi yozma anaqalar yo'q. Ya'ni isbotlab berish imkoniyati yo'q. Tushunarli. Islom moliyasi bo'yicha hozir aytdingiz, biznesga ulush bo'yicha kiradi yoki bo'lmasa har shartnomalar bo'yicha kiradi dedingiz. Bu yerda hammasi biznes bo'lyapti yoki qanaqadir mahsulot bo'lyapti. Xizmat ko'rsatishni ham xuddi shunaqa shaklda qilsa bo'ladimi? Yoki xizmat ko'rsatishga imkoniyat yo'qmi darsiga? Yo'q, xizmat ko'rsatish bo'yicha ham bor. Bu yerda masalan deylik, siz qanaqadir oliy ta'lim universitetidan ta'lim olmoqchisiz, ta'lim xizmati olmoqchisiz yoki bo'lmasa ma'lum bir ustozlarni yoki bo'lmasa o'qituvchilarni olib kelib bir xizmat ko'rsatmoqchisiz. Lekin ularni siz yollashingiz uchun qo'lingizda sarmoya yo'q. Chunki ularga siz pul berishingiz kerak, ular kelib o'zini xizmatini ko'rsatishi kerak. Shu holatda siz bankka borib murojaat qilasiz. Men masalan bir nechta masalan o'sha mutaxassislarni olib kelib xizmat ko'rsatmoqchiman, trening qilmoqchiman yoki bo'lmasa oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchi qilib faoliyatini yo'lga qo'ymoqchiman, lekin hozir sarmoyam yo'q deyishingiz mumkin. Shunday holatda bank o'sha mutaxassislar bilan uchrashgan holda kelishib, ularning xizmat haqini bank oldindan to'lab beradi. Sizga esa to'lab bergani uchun o'sha to'lab bergan xizmat haqi uchun o'zini foydasini qo'ygan holda, ustamasi qo'ygan holda shuni sizga ma'lum bir muddatga to'lab berish uchun u pulni sizga o'sha nasiyaga, muddatli anaqaga to'lovga beradi. Xizmat bu yoqda ko'rsatiladi, chunki ularga o'sha bank oldindan to'lovlarni amalga oshirilgan. Siz esa bankka o'sha bank oldidagi majburiyatingizni vaqti bilan o'sha to'lov kelishuv shartnomasi asosida to'lab borasiz. Demak, faqat produktman, xizmat ko'rsatishni ham bemalol Islom banki orqali rasmiylashtirish imkoniyatiga ega bo'layapmiz. Kimdir to'y o'tkazmoqchi, lekin unga to'yxona xizmat ko'rsatadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Kun davomida to'yxonaning o'sha imkoniyatlaridan foydalangan holda o'ziga xizmatini oladi. Lekin to'yxonaga masalan to'lash uchun sarmoyasi yo'q, puli yo'q. Shunaqa holatda bankka borib murojaat qiladi. Bank o'sha to'yxona bilan kelishuv qilib, oldindan to'yxonaga bank masalan to'lovni qilib beradi. To'lovni qilib beradi. Siz to'yxonaning xizmatidan foydalanib o'zingizning o'sha vaqtida o'sha to'yini, tadbirni o'tkazib oladi. Lekin bank esa 6 oy muddat uchunmi yo 1 yil muddatga o'sha to'langan pulni bo'lib to'lab beradi. Ya'ni xizmatlar sohasini rivojlantirishda islomiy moliya tizimi xalq uchun aynan mana shu sohaning manfaatidan foydalanmoqchi bo'lganlar uchun juda ham o'rinli va yengillik yaratib beradigan tizim hisoblanadi. Tushunarli. Yuqorida bitta savolim bor edi, aytib o'tdimki, nasiya savdo bo'yicha ishlagan kompaniyalar bor, firmalar bor. Ular bu islom banklariga kirishi ularga plyus yoki minus bo'ladiganda narxi mo'tadillashadi dedingiz. Lekin ayrim bizneslarga bu mo'tadillashish to'g'ri kelmasa, ular hozirdan demak biznes modelini o'zgartirish kerakmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lgan savolim, hozir misol uchun ma'lum bir summada hozir ustama qo'yilyapti. Hammamiz bilamiz. Islom banki kirgandan keyin, islom banklari o'zini faoliyat yurg'izgandan keyin bu qanchalik darajada tushib ketishi mumkin? Endi oldindan islomiy bank xizmatlari kirib kelib bizning biznesimizga salbiy ta'sir ko'rsatar ekan degan fikr bilan biznesini biron narsa qilish kerak emas. Chunki har qanday biznes ham bozorda talab va taklifdan kelib chiqib harakat qiladi. Xuddi shunday. Masalan, islomiy banklar ham kutilmaganda narxni arzon qilib yuborishi yoki bo'lmasa qanaqadir ko'tarib yuborish imkoniyati yo'q. Chunki bozorni o'zi muvozanatga soladi. Tabiiyki, tadbirkorlar ham mana shu bozordagi talab va taklifdan kelib chiqqan holda o'zining marjalarini hisobga oladi. Endi bu yerda asosiy muhim narsa resursning tadbirkor uchun, bank uchun qanaqa qiymatda tushishi. Masalan, bankda o'zining resurslari bor bo'lsa, tabiiyki u kamroq marja qo'ygan holda ham biznes qila olishi mumkin. Tadbirkor agar o'zining resursini qimmatroq olgan bo'lsa, tabiiyki u marja qo'yganda bank bilan raqobatlasha olmaydi. Bu yerda asosiy muhim rol o'ynaydigan narsa resursning bu yerda narxi bo'ladi.
Agar tadbirkorning resursi qimmat bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki u raqobatlasha olmaydi va o'zining biznes faoliyatini boshqa bir yo'nalishga o'zgartirishga majbur bo'ladi. Judayam yaxshi. Iskandar aka, suhbatimiz uchun ancha yakunlanib qoldi. Sizga bir qator blitz savolni tayyorlab qo'yganmiz. Imkon qadar tezkor javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchidan boshlaymiz. Iskandar aka, islom moliyasida eng ko'p tarqalgan yolg'on. So'nggi paytlarda ko'p eshitayotgan narsalarning biri an'anaviy moliya tizimi bilan islomiy moliya tizimi bir xil ekan. Faqat nomi o'zgargan shaklda edi. Bu yolg'on. Islom moliyasi bo'yicha bitta kitob tavsiya qiling. Muftiy Taqiy Usmoniyning Islomiy moliya asoslari. Al-Muhammad konsalting faoliyatini bir jumla bilan ifodalang. Sog'lom islom moliyasi ekotizimini qurib berish. Islom moliyasida ko'pchilik bilishi kerak bo'lgan eng asosiy munosabat nima? Qarz munosabatlari, qarz ilmini o'rganish kerak. Hammasi yaxshi.